Usta. Ha, o'ylanib o'tiribsiz. Mana bahor kelib kunlasi boychichalar ham chiqibdi mana. Kunlari. Ya. Usta. Usta. Ha, o'ylanib o'tiribsiz. Tinchlikmi? Bahor ketdi, bahorga bir yangilar tayyorlab qo'ydim, shular bir aksiya qo'yar ekan deyapman. Qani qanaqa aksiya ekan bir ko'raylikchi? Yangilar ko'rmaysizmi? Yangilar bodalarini. Qora soplardan soplari ham to'la bo'lgan, o'zi ham inja bo'lib, kichkintoy bo'lib, otaxonlar, onaxonlar bo'lib qilganmiz o'zi. Ular haqi rasmiyat ekan-da, rasmiylar. Forma deganlarimizdan bular o'rtacha kichkina sneakers, shtignosh deganlardan mana o'zimizni milliy uy bo'lib qilamiz. Ular kesadimi degan savol bo'ladi-da odamlarda. Ular kesishini ko'rsatib bermasak, odamlar ishonishmaydi bular. Kichkina pichoq kesadimi deydi. Kichkina degan biz nega ko'tarib uramiz sizga deyman. Chironlarga ham ishlatib olsa ular bo'ladi. Bemalol. Shtignoshimiz mana. Bu qo'lni pichoqmiz. Soqol olmasa hisob mazkur pichoqlar. Yangilik yaratib qo'yib bularni. 220 ming so'mdan dastavkasini, yozuvlari hamma